Mana bugun elektronniy tasbihni obzor qilamiz Kamol o'g'lim bilan. Kamol o'g'lim buni qanday ishlatadilar ko'rsatib bering. Yonida ikkita tugmachasi bor. Nima qiladi uni? Quvurni ochadi. Katta. Katta. Buni bosasa ana chiqadi. Nisasi 1 bilan 0 chiqadi. 0 chiqmaydi. 1 chiqadi faqat 2 3 3 4 5 6 6 bu. Bu ham bu. Bu ham bu. 108. 108. Endi birga nima qilsa bo'ladi ko'rsatchi? Biz buni qilamiz. Qanday qilamiz? Buni bosib o'tirsa, on bunaqa bo'lar chiqadi. Keyin 5 ta to'yamiz-da. 5 ga qo'yib olamiz. Keyin yana o'sasini bosamiz-da. qani yonbosh qilib ko'rsating. Nimani bosyapsiz? Mana buni bosamiz. Bu knopkasi bor ekanda yonboshiga. Tugmachasi. Endi-chi 1 2 3 4 5 ustida yana 1 2 3 4 5 yana chiqadi. Keyingilarini ko'rsatingchi endi. Keyinsi 2 nima ekan? 2 6ni ko'ramiz-da. 6ni hay. Qaysini qo'ysangiz qo'ying. Mana. Shu pastroqgina yaxshi ko'rinmayapti. Pastroq, ana shunday. Ana. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 titik bo'ladi. Titillaydi, ovoz chiqaradi. Buni qanday 0 qiladi endi? Ko'rsatingchi, qaysini bosib? Mana buni bosadi. Yonidan joyini bosib o'tirsa 0 bo'ladi. Keyingisichi? Keyinsi Yana nima? Ana shu nima edi? Shuni ham o'rgating. bu 100 ta oyoq cho'qiladi. 100 ta qilish uchun Mana bosamiz. O'ttasini 100 ta qiladi buni. Qani 20 ta bo'ldi. 30 ta bo'ldi. Ayting 40 ta bo'ldi. 40 ta 50 ta 60 ta 70 ta bo'ladi. Keyin 80 ta, keyin 90 ta. Endi Keyin 100 bo'ladi. 100 ga Tit ovoz chiqar ekan, tit bo'lar ekan. Keyingisi yana nima anavsi bor? Qulayligi bor buni? 108 desa tit bo'ladi. Qani? O'nta bo'ldi. O'nta, yigirmata bo'yi, 30ta, 40ta, 50ta, 60ta, 70ta, 80ta, 90ta, 90ta,
100 Bu 100 asta bosamiz endi. Mana. Mana. Kim bunaqa chiqadi? Ha, 108 da bitta bo'ldi deb aytadi, ha? Aha. Qani yana 108 ta qilingchi. Yana qilsa, mana shu 2 chiqadi, 2 bo'ladi. Har 108 ga raqam bilan sanab ketaver ekanda. Nechta bo'ldi hozir? 60 ta. 60 Bu 0,2.01 bu nima edi? Aytingchi. Bu ana bu. Nechta qizani? Ana bu. Vaqti. Vaqt. Ha, 1 minutdan beri shuni bosyapmiz. 1 minutdan beri ishlatilyapti. Mana 100 ta qani? Mana 2 bo'yi bunaqasi. Yana qilamiz. Xullas kalom shunday davom etdi ekan. Yana nimasi bor? Nima qulayligi bor buni? Buni yana yonidan chori bu. Mana. Yoni ekan, ha? Ya'ni kechga ko'rinmay qolsa, u qaysi yoni ekani qani ko'rsatingchi bosib? Mana bag'ri bossa yonadi. Mana bu tugmasini bossa yonadi. Qulfga qanday tiqiy ekan ko'rsatingchi bosib endi. Mana ikkita joyini bossiz. Ana. Qani qulfchaga? Qulfdan ochishchi? Yana o'sha ikkovini. Ne bosib o'tsa? Ochilgan ekan, ha? Yana bunaqa deysiz bu. Yana ikkovini bosib o'tsa, mana o'ttasi bo'ldi. O'sha 6 marta bossa, o'zi ochib ketadi. 6 marta bo'lsa o'zi ochilib ketadi, ha? Avtomatik tarzda. Yana nima qulayligi bor? Qo'l barmoqqa toqiladi. Mana. Remenchasi bor. Qulay ekanda, uzr ekan. Rahmat. Bo'ldimi? Boshqa qulayligi yo'qmi? Ikkita tugmas bo'ldi. Mana ikkita tugmasi bor ekan, mana. Ha, endi ko'rindi. Tushunarli. Bu mana bu raqamni qanday 0 qiladi endi buni? Agar kerak emas bo'lsa? Mana tepasida mana bossa, qani? 0 bo'ladi. Zibros beri ekanda 0 bo'lar ekan, ha. Kamoliddin o'g'lim, rahmat senga. Buni mana bugungi elektronniy tasbihni obzori bo'ldi. Shundaymi? Rahmat. Yana yangiliklar bo'lsa, obzor qilib beramiz. Bizlar bilan qolinglar, like bosinglar, kommentariy yozinglar, obuna bo'linglar.